Ey qarindishim, bu nasihatlarni butun diqqatingiz bilan ko'ngil qo'yib anglag'aysiz. Sendin biror ish talab qilgan kishilarga nisbatan sexiy bo'lgin. Qisiqlikni tashlab sexiylik shexiga qo'ngin. Seni nishoningga yetkazadigan yanala sexiylikdir. Sexiylik bilan oxiratini bayashat qilgan ey kishi. Shuni esingdan chiqarma. Qiyinchilik vaqtlardami yo'qsul kishilarga yordamda bo'lgan kishilar ikkili dunyoda qilgan yaxshiliklarning ajrini ko'radi. Alloh taolaning yo'lida nima bersang, bergan u narsang oxirida Allohning rahmatiga erishishingga vasila bo'ladi. Tiling bilan qilgan haq bir so'zing xayr saxovat qatorida o'rin oladi. Ixlos bilan qilingan har bir amal Alloh taolaning nazarida qabul bo'ladi. Janob Alloh bir amalga bir savob yozgan bo'lsa, ixlos bilan riyo aralashtirmay qilingan bir amalga 10 savob yozadi. Bugun Allohning rizosi uchun butun borliqini atagan kishilar ata Rabbi bilan didorlashish sharpiga erishadi. Bani Isroil zamonida Xizr alayhissalom bir kuni yo'lda ketib olsa, uning qishig'i bir tilamchi kelib yolvorishga boshlabdi. Men boshqalarning qo'lidagi bir qul bo'laman. Xo'jayinim menga azroq pulga arzigudek bir narsa deb kelgan. Seni hurlik erishtirib ozod qilay degan edi. Bu sababli o'zimning qimmatini izlayapman. Bu pul uchun sening yordaming va sadiqangga haqiqatan ehtiyojim bor. Yuzingdan yaxshi odamniking chiqib turibdi. Umidim, menga yordam qilishdan o'zingni ep qochmag'aysan, deb yolvorishga boshlabdi. Xizr alayhissalom bu kishining so'ziga javoban, menda sana bergudek dunyo meliga oid hech qanday bir narsa yo'q. So'rgan odamni quruq qo'l qaytarishga texi bo'lmaydi. Uni bilaman. Shu sababdan qanday qilish to'g'risida o'ylanyapman. Seni qat'iy quruq qo'l qaytarib ko'nglingni yerim qilsam bo'lmaydi. Munda qilayli. Sen meni bozorga olib borib, qul o'rnida sotqin. Qancha pul bersa gap qilmay, berganni elib o'rlikka chiqqan. Qolgan ishlar bilan qaring bo'lmasin, debdi. O so'zlarni degichining Xizr alayhissalom ekanligini bilmagan heliqi asr odam uni qul bozorga olib beribdi. Xizr alayhissalomning tashqi ko'rinishidan uning yashinib qolganligi chiqib turg'ashqa kishilar uningga ortiq baho qo'ymayotdi. Heliqi odam Xizr alayhissalomni 50 qurishga setib, pulisini olib ketib qopti. Xo'jayin bir mazgil Xizr alayhissalomni hech qanday ishga buyurmabdi. Xo'jayinining o'zini hech qanday ishga buyurmaganligini ko'rgan Xizr alayhissalom bir kuni xo'jayiniga: "Ey xo'jayin, sen meni pul berib setib olgan turib, nimashqa hech qanday ishga buyurmaysan? Mening tashqi qiyofatimga aldanmagan. Meni qandaqlik ishga buyursang, men uni Allohning izni bilan qilib keta olayman." Xizr alayhissalomning bu so'zlarini anglagan xo'jayin: "Sen ustoz sifat bir odamsan. Shu sababdan men seni ishga buyurishdan xijil bo'ldiganman", deb javob beribdi. Ondan Xizr alayhissalomga 5-6 kuchlik qavul kishi aran qilib bo'la oladigan bir ishni qilishga buyuribdi. Xizr alayhissalom 1 soatning ichida buyurgan ishni qilib bo'pti. Xo'jayin bakla hayron qopdi va xizmatchisining qanday qilib shuncha tez qilib bo'lganligiga ishonmayla o'ziga: "Mau ishni ko'ring. Beshimga bir davlat qush qo'nsa, men bilmay yuribdiman emasmi?" debdi. Bir qatim xo'jayin bir yerga bordigan bo'lib qilib, quli bo'lgan Xizr alayhissalomga: "Bu qatim sendan texmi qiyin bo'lgan bir ishni qilishingni kutaman. Bilasan, mening uyim yo'q. Uy selish uchun ozroq xish-kesak lozim bo'ladi. Sang ishonchim komil. Qani, men berib kelib bo'lguncha xish-kesaklarni tayyor qilib bo'lgan", debdi. Xizr alayhissalom xo'jayinining tijorat uchun uydan ayrilganning qisqagina muddat ichida ajoyib ko'p xish-kesak qilib bo'lgan edi. Xo'jayinmi qaytib kelganda qo'liga: "Ey sodiq kishi, buncha ko'p ishni bir odamning yolg'iz qilishiga bir gap. Bo'libmi seningdek yashinib qolgan emas, yosh odamning qilib bo'la olish natoyin. Hatto sening qilgan ishlaring insonning kuch-quvvatidan olqib ketgan ishlar. Sen zodi kim? Qanday odamsan? Haqiqiy salohiyatingni aytqin. Sen zodi odammi yoki jinmi?"
agar Janobi Allohni haqiqiy so'ysang, o'zingni mendan yo'shirmagin, debdi. O kishining gaplarini anglagan Xizr alayhissalom, aslida demaydim. Allohning nomini tilg'ab qoldim, deyishga majburman. Bilamsan, men Xizr bo'laman. Sana setilib, pulni haq yo'liga berdim, degenicha beshidan o'tgan ishlarni tafsili so'zlab berdi. Xizr alayhissalomning gaplarini anglagan odam bagli xijil bo'pti va qo'rqishga boshlabdi. Ey avliyo, sendan o'tinib qolay, meni afu qilgin. Bilmay, seni ba'zi ishlarga buyuribdiman. Haddimdan eshib, ba'zi qiliqlarni qilibdiman. Yana texi o'zimni bilmay, og'zimdan qattiqroq gaplarimni chiqarib qo'yibdiman. Bütün mal dunyorim sening bo'lsin. Sen meni afu qilgin, deb yolvorishga boshlabdi. Hazrati Xizr alayhissalom, ey xo'jayin, bütün mal dunyoring o'zingda qolsin. Sendan hech qanday narsa talab qilmayman. Faqat sen meni ozod qilgin. Men bu bütün vujudim bilan Janobi Allohga xizmat qilish fursatiga erishay. Bütün vaqtimni uning buyruqlarini ijro qilishga sarf qilay, debdi. Eliq odam Xizr alayhissalomdan yolvurg'inicha o'zlari so'ragan holda ayrilibdi. Xizr alayhissalom xo'shal holda Janobi Allohning buyruqlarini o'rindash uchun yugurginicha ketib qopdi. Ey qarindishim, ko'rdingmi? Sexiylik qandoq bo'ladi ekan? O'ylab boqin. Senda bu isil fazilatdan qanchalik bor? Xizr alayhissalomning sexiy va martiga qaraganki, u o'zidan yordam so'ragan bir yo'qsul kishini quruq qo'l qaytarmaslik uchun o'zini qul o'rnida sotqizib, pulisini uningga berishga rozi bo'ldi va uni ma'yus holda qaytarmadi. Bu go'zal manzara bizga shu misrani asıltidi. G'amkin bir kishining hasrat tomiridan qo'lingni uzma. Bilsang, haqiqiy Luqman hakimlik mana mushudir. Ya'ni hayotning turli zarbalariga uchragan kishilarning dardiga chora tepib darmon bo'lishdir haqiqiy Luqman hakimlik degan. Ehtiyojli bir kishi sendan sadiq talab qilsa, shu hamolla bergin. Uningdan boshqa Janobi Allohning haj, zakotga o'xshash buyurgan farz amallarini bor kuching bilan o'rindig'inki, ikkila dunyoda huzur topqin. Suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shu muborak hadisini butun diqqating bilan anglag'aysan. Sexiylik shoxlari dunyoga qadar o'sgan daraxt shoxlaridan bir shoxdir. Kimiki uning shoxlaridan bir shoxini ching tutib olsa, bu shox uni jannatga olib boradi. Janobi Alloh hammamizni sexiy bo'lgan bandalarning qatoridan qilsin. Amin. Xayrilik kutmagin qat'iy hech kimdan. Maqsading bo'lsin Alloh rizosi. Riyo va haromdan manguga qochqin, kutkining bo'lsin Alloh rizosi.